Salom do'stlar, Fantastik Uz kanaliga xush kelibsiz. Fantastik filmlarning ko'pchiligida qahramonlar o'z jonini qurbon qilib, butun olamni saqlab qolishadi. Marvel kinolarida ham bunday qahramonlar talaygina. Bugungi videoda qasoskorlar final hamda qasoskorlar abadiyat jangida o'z jonini qurbon qilgan qahramonlarni bilib olasiz. Unday bo'lsa, boshlaymiz do'stlar. Heimdall. Qasoskorlar abadiyat jangi filmining boshida Thanos Asgardliklar kemasiga hujum qilib, xalqni bir o'zi yer tishlatadi. Buni ko'rgan Thor Heimdallga uni saqlab qolishini zehni orqali aytadi. Heimdall esa oxirgi kuchini jamlaydi va kamalak ko'prik yordamida uni yerga jo'natib yuboradi. O'zi esa Thor bilan xayrlashadi va Thanos qo'lidan o'lim topadi. O'z joni evaziga boshqa bir shaxsni qutqarib qoladi. Loki. Oradan ozmuncha vaqt o'tmay Thanos Tesseractni qo'lga kiritadi va olamlarni yo'q qilmoqchi bo'ladi. Loki esa hiyla ishlatib unga yaqinlashadi va o'ldirmoqchi bo'ladi. Thanos buni sezadi va Lokini o'ldiradi. Lokining niyati Thanosni o'ldirib, olamlarni asrab qolish edi. Agar u hiyla ishlatmoqchi bo'lganda, Thanosning oldiga o'z nusxasini yuborar edi. Loki yovuz emas, balki qahramon sifatida halok bo'ldi. Vision. Filmning oxirida Thanos aql toshi uchun Wakandaga keladi. Qasoskorlar uni to'xtatish bilan band bo'lgan payt, Vision Vandadan toshni yo'q qilishini so'raydi. Vanda rad etgach, u milliardlar uchun jon fido qilishini aytadi. Vanda toshni yo'q qiladi. Vision esa o'z hayotini qurbon qiladi. Thanos esa vaqt toshi yordamida uni yana tiriltirib, toshni oladi va u yana halok bo'ladi. Vision olamlarni qutqaraman deb o'z jonini qurbon qiladi. Qora beva. Qasoskorlar final filmida Clint va Natasha Varmerga qalb toshi uchun kelishadi. Qizil chanoq ularga qoidani tushuntirgandan so'ng, ikkisi ham o'zini o'ldirish uchun jang qilishadi. Dastlab Clint sakraydi, Natasha ham uning ortidan sakraydi. O'z do'sti va barcha tirik jonlarni qaytarish uchun jonini qurbon qiladi. Temir odam. Qasoskorlar final filmining oxirida Thanos barchani yengib, barmog'ini chertmoqchi bo'lib turgan payt, Tony yengilayotganlarini ko'rib, Strange'ga hayron bo'lib qaraydi. Strange esa abadiyat jangi filmida qilgan bashorati rost ekanligiga ishora beradi. Thanos qo'lqopni bo'ysundirayotgan payt, Tony unga yaqinlashadi va toshlarni olib qo'yadi. Toshlarni qo'lqopga joylaydi va Tony Stark butun boshli bir yer sayyorasi va boshqa galaktikalarni qutqarib qoladi. O'zi esa qahramonlarcha halok bo'ladi. Ularni yana kinolarda ko'rishimiz mumkinmi? Heimdall o'ldi. Uni endi Marvel filmlarida ko'rmasak kerak. Ammo Lokini hali filmlarda ko'ramiz. Vision esa o'z serialida Wanda tomonidan yana tiriladi. Qora beva va temir odamning qaytmasligini esa Marvel tasdiqladi. Ularni boshqa filmlarda ko'rmaymiz. Bugungi videom shulardan iborat edi. Sizningcha qaysi qahramonning o'limi qayg'uli bo'ldi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing va ajoyib videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Hozircha xayr, salomat bo'ling.